Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rgüçülər. Yaxşımısızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hamınlar xuş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurəşid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün Peyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Qısqacha AIPAC deb atalgan Xalqaro Parlamentlar Xitoy İşləri Birləşməsinin 4-cü növbətlik yillıq yığını 30 iyul Tayvanda axırlaşqan. Yığınğa 23 dövlətdən həm də Avropa parlamentdən olub, cəmi 49 nəfər parlament əzası və siyasətçi qatnaşqan olub, yığın Qərb dövlətlərinin bəlgilik diqqətini qozğagan. Fransiya Ovozi radiosu 30 iyul e'lon qilgan AIPAC və 1971 yildagi BDT'nin 2758 nomerli qarori nomli xabarda bayon qilishicha, Tayvan prezidenti Lei Ching-da AIPAC a'zolari bilan ko'rishganda mundaq degan. AIPACning yillik yig'inining Tayvanda chaqirilishining ahamiyati zo'r. 23 dövlətdən və Avropa parlamentdən 49 nəfər parlament əzası və mühim siyasətçilər besimlardan qorxmay, arılıqni yiroq görməy, tarixdə ko'rilib baxmagan halda son jihatda eng ko'p bo'lgan davlat talqigan parlament a'zolaridan o'mak tashkillab kelib, har qaysi davlatlarning Tayvanga bo'lgan e'tiborini va qo'llashini namoyon qildi. Bu butun dunyodagi demokratik hamrohlarimizga demokratiyaning ittifoqlikqa va qo'g'dashga muhtojligidek muhim bir uchurni tarqitadi. Shundaqla bu ko'pchilikning mustabidlikning kengayishiga qarshi turish yo'lida tirishchanlik ko'rsatishini xohlaydiganligini isbotlab berdi. Lei Ching-da so'zda yana munolarni tilga olgan. Xitoy mustabidligining kengaymichiligi atrofidagi davlatlarni harbiy harakatlar orqali qo'rqitishdan sirt, yana diplomatiya jihatdan besim ishiltish, iqtisodiy jihatdan majburlash, tor hujumi qo'zg'ash, saxt uchur tarqitish qatorliq vositalar orqali kulrang balvoqqa uzluksiz tajovuz qilishni ilgari surib, rayonning muqimligiga buzg'unchilik qilishda ifodalanmoqda. Xitoyning huquq kengaymichiligi qilmishlari doim qonuniy kurash yoki tarixni burmalash shaklida davomlashyotdi. Qonun bo'lsa adliy adolatning mudofaa liniyasi, tarix bo'lsa o'z-o'zini aks ettirishning ayniki. Buni chet elga tajovuz qilishning bahonasi qilib olishga hargiz bo'lmaydi. BDT umum yig'inining 2758 nomerli qarori buning intayin ro'shan misolidir. Dünya Uğur Qurultayıning muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi, AIPAC strategiya bo'limining maslahatchisi Dr. Erkin Akremning bildirishicha, AIPACning Tayvandagi bu yig'ini intayin natijalik o'tkazilgan. Uning qarashicha, AIPAC qo'shinining barg'ansir zo'rayishi Xitoyga nisbatan xalqarалық besimlarning yanama kuchayishidan derak berdi ekan. Bugungi Tayvan tori hamda AIPACning to'g'ridagi ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, Xitoy hukumati bu yig'inni to'sib qilish uchun oz deganda AIPACning 8 nafar a'zosiga va ularga mansub bo'lgan partiyalarning rahbarlariga telefon urib, uchur yo'llab, ularga Tayvanga bormaslik, yig'inni amaldan qoldirish uchun besim ishlatgan. Biroq Xitoyning bu besimi AIPAC a'zolariga besim shakllantirilmay qolmasdan, balki ularning bu yig'inga qatnashish irodasini tixim kuchaytgan. Dünya Uğur Qurultayıning Uyg'ur tili bayonotchisi va Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban apandi bu vaqtda to'xtalganda, AIPACning Uyg'urlar masalasi bilan zich aloqador birlik ekanligini, bu birlikning qurilgandan hozir qadar Uyg'urlar uchun ko'p ishlarni qilishga tirishganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining tonilishida zo'r rol o'ynaganligini tilga oldi. U so'zda yana Yevropa ittifoqining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida qaror chiqarishi hamda BDT sobiq komissari Michel Bacheletning Uyg'urlar haqidagi dokladni e'lon qilishida AIPACning zo'r turtkisi bo'lganligini ta'kidladi. Dünya Uğur Qurultayı London ishxonasining mudiri, AIPAC kotibotlik bo'limining xodimi Rayma xonim bu vaqt qarashlarini ifoda qilib o'tdi. Uning qarashicha, AIPAC qurilgandan hozir qadar Uyg'urlarning g'arb dunyosidagi kuchli bir ovoz bo'lib kelmoqda ekan. AIPAC bo'lsa 2020 yil 4 iyun Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio'larning ishtirokida Amerika, Angliya, Germaniya, Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq 8 davlat va Yevropa ittifoqining 18 parlament a'zosining bir yerga kelishi bilan qurilgan bo'lib, asosli maqsadi kishilik huquqni, demokratiyani, dunyo tinchligini qo'g'dash, Xitoyning kengaymichiligiga qarshi turish bo'lgan. Hozir AIPAC a'zo bo'lgan davlatlarning soni 40 dan, a'zo bo'lgan parlament a'zolarining soni 250 dan oshib ketgan. Bu qatim Tayvan a'zo bo'lib kirgan. Tayvan parlamentining 2 nafar a'zosi AIPACning qo'sh raisligiga saylangan. Reuters agentligining 29 iyuldagi xabarda aytilishicha, Pokistonning Gwadar shahrida Balochiston kuchlarining 2 kun davom qilgan zo'r ko'lamlik namoyishi tezdan to'qinishga aylanib ketgan. Shuningdek, namoyishga ishtirok qilgan balochlarning soni shiddat bilan ko'paygan. Namoyishchilar bir necha kun burun hukumat taraf qo'lga olgan Balochiston kishilik huquq faoliyatchilarini shartsiz qo'yib berishni talab qilgan. Xabarda aytilishicha,
Baluchiston qurolli kuchlariga moyil kishilar boshlagan bu namoyish Pokiston soqchilarining zo'rliq kuch bilan to'sishiga uchragandan keyin namoyishchilarning sepi tezdan kengaygan. Namoyishchilar asosligi Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi paydo qilgan bir qator kishilik huquq masalalariga qarshi turishni nishon qilgan bo'lib, Gwadar porti buningdagi eng asosli nuqta bo'lgan. Bo'libmi Qashqar bilan Gwadar portini tutashtiradigan zo'r qurilish Pokistondagi ikkinchi darajalik puqra deb qaraladigan Baluchiston xalqi to'plashib o'ltiraqlashgan joylardan o'tadigan bo'lib, ish fursatining Baluchi xalqiga berilmasligi, muhitning bulg'inishi qatorliqlar izchil yerli xalqning noroziligini qo'zg'ab kelgan. Gwadar shaharlik soqchi idorasi tarqatgan uqtirishda aytilishicha, namoyishchilar soqchilar bilan to'qinish jarayonida Pokiston armiyasidan bir askar o'lish, 10 necha kishi og'ir yaralanish voqeasi kelib chiqqan. Baluchiston milliy yig'ilishining mas'ullari bo'lsa, hukumat o'tgan 3 kunlik namoyish jarayonida 1000 yaqin kishini tutqun qildi degan. Ma'lum bo'lishicha, Gwadar shahridagi namoyish tezdan Pokistonning boshqa joylariga kengaygan. Xalqaro kechirim tashkilotining Janubiy Osiyo ishxonasi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Pokiston hukumatining hech qanday zaruriyat bo'lmagan ahvolda Baluchiston namoyishchilarga qarshi qonunsuz holda armiyani ishga selishi bizni bekma andishiga salmoqda degan. Ma'lum bo'lishicha, 60 milliard Amerika dollari sarf qilinish planlangan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi yaqinqi mezgillarda mablag'ning amaliylashmasligi tufaylidan suvga chilishib qolgan. Shunga Xitoy va Pokiston o'rtasida bu vaqtgi suhbatlar jiddiy davom qilishga boshlagan edi. Xitoy doiralari vatanimiz Sharq Turkistonni Yevrosiyo xalqaro aviatsiya markazi qilishni ilgari suradigan yetakchi loyihani e'lon qilgan. Xitoy xabarlari torining xabaridan qaraganda, Xitoy aviatsiya idorasi bilan atalmish rayonlik hukumat tarafidan e'lon qilingan loyihada vatanimizning markazi Urumchini ommaviy aviatsiya sistemasining xalqaro markaziga aylantirib, yadrolik markaz qilish va Qashqar, Korla, G'ulja, Turpan, Xotan, Qarmay va Oraldagi aerodromlarni yordamchi markaz qilish planlanmoqda ekan. Xabarda mundaq deyilgan: bu tor Urumchidan O'rta Osiyoga va Yevropaga boradigan xalqaro aviatsiya liniyasiga hamda Şinjanni boshqa өлкәләр bilan tutashtiradigan davlat ichi liniyasiga aylandi. Bu Şinjanning O'rta Osiyoga kirish eg'izi bo'ladi va uning Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi ko'riklik rolini kuchaytiradi. Xitoy xabarlari torining bu vaqtdagi inglizcha tarqatgan xabarida bu nishonni amalga oshirishning atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bilan qo'shni davlatlar va rayonlar o'rtasidagi iqtisod savdo aloqasi hamda madaniyat aloqasini zo'r darajada ilgari suradiganligi, vatanimizning savdosi va sayohatchiligini rivojlantirib, iqtisodiy taraqqiyotiga to'kib qo'shadiganligi tashviq qilingan. Xitoy hukumatı yaqindan buyon O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni qattiq kuchaytgan edi. Xitoy hukumatining vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik tufaylidan g'arb dunyosida Xitoy qartilgan turli iqtisodiy jazolar o'tirg'i chiqayotgan bu paytda Xitoyning O'rta Osiyoga yuzlanishini tuyuqsizlik kuchaytirishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan edi. Bo'libmi Xitoyning O'rta Osiyo orqali Yevropaga so'zilgan iqtisodiy kengaymichiligida O'rta Osiyo jumhuriyatlarining izchil turda muhim baza bo'lish rolini o'ynab kelayotganligi ma'lum. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.